nimaga keldingiz? Onajonisi. Onajonisi demang, o'ldi onajonisi. Qadamingizni bosmang deganman. Turqizni ko'rmay deganman. Keting, keting. 20 yildan beri dangsanga bitta gulam, bir ro'molon olib bermanman onasi. Aybimni yuvish uchun men seni bugun xursand qilmoqchiman. Qara. Dadasi, mengami. Senga bo'lyapsan. Xotinimga deydi. Bor ekan-ku, kun bor ekan-ku, men bechara shu ahvolda o'lib ketsam kerak dedim. Voy dadasi, kechirdim. Nega qalbim og'riq, nega ko'nglim xira. Yerim mashina berdi menga, yerim mashina berdi. O'zi menda hamma ayb. Siz juda ko'ngli toza, pok inson ekansiz. Men o qalbi kirlashib ketgan ekanman. Noshukur bo'lgan ekanman. Boriga ham, yo'g'iga ham chidalmagan ekanman dadasi. Voy, er degani zo'r narsa ekan, bilmagan ekanman. Meni erim butun dunyodagi erlar ichida yagonadir. Menga 9lik sovg'a qildi. Shunday xursandman. Hammaga ham shunaqa er nasib qilsin. Bo'pti, erimga qarashim kerak. Aka, ne telefoningizni olmayapsiz? Bering kalitni domasiga. Mana. Bering kalitni. Meni mashinamni kimga berib yubordingiz? Yo'q, avtoprokatdan 2 kunga arendaga oldim-da. Shunga seni olib keldim. Endi ko'p 2 kun xursand bo'lding-ku. 2 kun xursandchiliging 20 yilga yetadi, xotin sani. Ha, nasib bo'lsa tirik bo'lsang, yana 20 yildan keyin yana 2 kunga olib beraman. Hali siz menga prokatdan mashina olib berib ko'nglimga yoqmoqchimidingiz? Bu kunni ko'r to'g'rilaydigan rost ekan. Qorangizni ko'rsatmang. Mana qarang, sizlarda bir 2 kun yotishga joy yo'qmi? Yo'q aka, biz mashina parakatga beramiz, joy emas. Ko'chada qoldik. You don't know.